Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, bugun sizlar bilan ofisda eng ko'p ishlatiladigan va har bir inson bilishi kerak bo'ladigan rus tilidagi so'zlarni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki video davomida sizga ofisda rostdan ham kerak bo'ladigan eng kerakli rus tilidagi to'plamlarni ko'rsatib ketaman. Ofisda eng ko'p ishlatiladigan iboralar asosan 3 ta vaqtda bizga kerak bo'ladi. Ya'ni birinchisi rahbar bilan gaplashayotganimizda samimiy va rasmiy uslubda, ikkinchisi hamkasblar bilan gaplashayotganimizda, ya'ni norasmiy va samimiy. Uchinchisi esa mijozlar bilan gaplashayotganda, adekvatniy va har bir gapimizni to'g'ri talaffuz bilan yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. Keling, hozir har bir holat uchun kerakli iboralarni o'rganib chiqamiz. Siz eshitgan zahoti ushbu so'zlarni birdaniga ishlatib ketishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni ular juda ham sodda va kerakli. Birinchidan, rahbar bilan muloqot qilayotganimizda, rus tilida gapirayotganimizda ayniqsa hurmat ohangini saqlashimiz kerak bo'ladi va shunga oid bir nechta so'zlarni ketma-ketlikda o'qib chiqamiz. Доброе утро. Можно вас на минутку? Xayrli tong. Sizni bir daqiqaga mumkinmi? Я хотел уточнить один момент. Bitta narsani aniqlashtirmoqchi edim. Мне нужна ваша подпись. Sizning imzoingiz kerak edi. Я уже выполнил задание. Vazifani allaqachon bajardim. Если удобно, я могу подойти позже. Agar qulay bo'lsa, keyinroq kiraman. Я отправил отчет на почту. Hisobotni email orqali yubordim. Хотел бы обсудить результаты. Natijalarni muhokama qilmoqchi edim. Bu iboralar sizni darrov professional qilib ko'rsatadi, lekin bu so'zlarni faqat yod olish kerak emas, ularni aksincha ohangi va talaffuzini, ya'ni intonatsiyasini ham o'rganishimiz juda ham muhim. Bilaman, ba'zida rahbar bilan gaplashish oldidan yuragingiz bo'lib hayajonlanib ketaverasiz, lekin ushbu gaplardan foydalanadigan bo'lsangiz, sizda qo'rquv emas, aksincha g'urur bilan gapirishni boshlaysiz. Xo'sh, endi keling, hamkasblar bilan gaplashiladigan norasmiy, lekin ofisga juda ham mos keladigan gaplarni sizlarga ulashsam. Как дела с проектом? Loyihada ishlar qanday ketyapti? Ты можешь помочь мне с этим? Shu ishda menga yordam bera olasanmi? Скинь мне файл, пожалуйста. Faylni tashlab yuborgin, iltimos. У тебя есть minutка? Bir daqiqaga vaqting bormi? Пойдем на обед. Обедga chiqmaymizmi? Не переживай, все под контролем. Xavotir olma, hammasi nazorat ostida. Я сейчас очень занят. Потом поговорим. Men bandman. Keyin gaplashamiz. Bu iboralar orqali siz hamkasblaringiz bilan bemalol, sodda va samimiy tilda gaplasha olasiz. Endi eng oxirgisi, ya'ni mijoz yoki boshqa kompaniya vakili bilan rus tilida kerak bo'ladigan gaplarni ko'rib chiqamiz. Ular bilan gaplashishdagi. Здравствуйте. Компания Разговорус слушает вас. Salom. Разговорус kompaniyasi eshitaman. Не могли бы вы повторить, пожалуйста? Iltimos, qaytara olasizmi? Я соединю вас с ответственным сотрудником. Sizni mas'ul xodim bilan bog'layman. Я свяжусь с вами позже. Keyinroq siz bilan bog'lanaman. Спасибо за звонок. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Хорошего дня. Sizga yaxshi kun tilayman. Мы вышлем вам все детали по почте. Barcha tafsilotlarni email orqali yuboramiz. Bu iboralar sizni bemalol ishonchli va professional inson qilib ko'rsatadi. Razgovor.uz onlayn rus tili maktabi bilan siz 3 oyda 0 dan razgovor darajasigacha chiqishingiz 100% kafolatlanadi. Darslar onlayn formatda Telegram platformasida bo'lib o'tadi. Bu degani siz bir kunda 25-30 daqiqa vaqt oralig'ida sarflagan holda rus tilini bemalol erkin o'rgansangiz bo'ladi. Bizda haftada 7 kun mobaynida dars bo'lib o'tadi. Ya'ni 3 kunida siz grammatikani video darslar orqali o'rganasiz. Undan tashqari 3 kunida esa ustoz bilan individual jonli razgovor darslarini o'rganishni davom ettirasiz va haftada 1 kun musiqali darslar bonus sifatida qo'shib beriladi. Bundan tashqari har bir grammatika darslarida sizga
lug'atlar ularning audiolari bilan birgalikda testlar va uyga vazifalar ham topshiriladi. Bugungacha bizda 1715 dan ortiq o'quvchilar kursimizda o'qib, allaqachon rus tilida erkin muloqotni boshlashdi. Shu sababdan ham natijaga, ya'ni 100% natijaga biz qonuniy shartnoma asosida kafolat beramiz. Biz bilan birgalikda rus tilini 3 oy ichida o'rganib, erkin razgovor darajasigacha chiqmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havolani bosib, kursdan ro'yxatdan o'ting, ya'ni o'zingizning telefon raqamingizni yozib qoldiring. Sotuv menejerlarimiz albatta sizga aloqaga chiqib, yanada to'liqroq ma'lumotni berishadi. Agar sizga bugungi videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kommentariyada sizga rus tilidagi qaysi bir gap juda ham kerakliday tuyuldi, o'shani kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoda siz bilan ish suhbatida gapiriladigan rus tilidagi gaplarni birgalikda o'rganamiz. Shu sababdan ham kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videolarni o'tkazib yubormasligi uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.